Xazinem to'rt til tarbiyalash markazi, hammamizning xazinasi. Ravab diki re. Bu harfning talaffuz qilinishi mundaq. Re. Endi bu harfni o'z ichiga olgan misollarni ko'rib o'tamiz. Re'ning ayrim shakli. Misol Rakita. Re'ning oyog'idan olinadigan shakli. Misol Shir. Tuanda biz rasmga birlashtirib, yuqorida o'rganib o'tgan harfning to'g'ri yozilish tartibini mashq qilib o'tamiz. Rakita. Re harfining ayrim shaklining yozilish tartibi. Shir. Re harfining oyog'idan olinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Kichik do'stlar, tuandagi so'zlarni menga aytib o'qinglar. Er, tar, rat, a, ra, ara, re, na, rana, a, nar, anar. Derslerimiz Türk tili, İngiliz tili, Rus tili, German tili, Uyghur tili grammatikasi, Xitoy tili, matematika, bolalar ana tili, bolalar ingliz tili, boshlang'ich seviye, ul seviye, o'rta seviye, tarbiyalash muddati